qarang, bolalarimi? Agarda prava olsang, men bu mashinani haydaysan, iltimos. Ubermisan o'zingga? Uverinmayman. U yoqda mexanik haydagansan, bu yoqda avtomat qiynalib qolmaysanmi? Yo'q, O'zingga qulay o'tirib ol, bemalol o'zingni. Voy, hech kimni bosib ketmayman. Mana zo'r bo'ldi. mana buni bosib stopda. Aha. Xudimlik kelyapti. Savrotni yoqmaysanmi? Voy, asablarim, shuncha o'qigan nima bo'ladi sana? Hozir urasan mashinani. Voy, nima qilyapsan? Buni ham joni bor, haydashingni qarasang-chi. Toshkentda bitta yami bor, o'shanga ham tushding. To'xta bo'ldi. Senga shuncha pul berib o'qib ketib o'qiding. Nimani o'rganding? Top instruktor. Mana shu gruppada ko'rgandim. Qarang, Bo'ladi. telefon qilaman, nomeri ham ko'rsatilgan u yerda. Telefon qilsa gaplashsa. Aha, xo'p bo'ladi. Sразу sani o'shatgan qilaylik. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mani ismim Dilafruz. Birikbarda instruktor bo'lib ishlayman. Amangizni taqing. Xudoga olar ekanmiz. Endi hozir bilan ko'rganingizda uzoq masofadan ko'rib, uni aniqlab, shu rulingizni o'rtasida kesib, mashinani o'rtasida, ballonning o'rtasida qoladi. Ikkita ballonning o'rtasida qoladi. Endi to'g'ri o'ta olasiz. Ballon tushmaydi-da. voy haqiqatda mana hozir yama keldi-da, mana rulimni hozir o'rtasiga qilib qoldirdim. Shunda bo'ldi, tushundim. Yaxshi haydayapsiz. Avtoakbari avtoinstruktorlari sharofati bilan hozir avtomobilni erkin